Assalomu alaykum do'stlar. Ba'zida hatto eng oddiy vaziyatlar ham to'satdan haqiqiy tomoshaga aylanishi mumkin. Kutilmagan tasodiflar, mukammal vaqt, aql bovar qilmaydigan reaksiyalar va bir soniya ichida sodir bo'ladigan lahzalar bu kadrlarni haqiqatdan ham jozibali qiladi. Ba'zilari filmlardagi sahnaga o'xshaydi, boshqalari esa sof omadga o'xshaydiki, bunga ishonish qiyin. Shuning uchun videoni qayta-qayta ko'rishga majbur qiladi. Keling do'stlar, kameraga tushgan eng ajoyib va g'ayrioddiy lahzalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Lekin video boshlanishidan oldin do'stona like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Bunday ulkan qovoqni kesish uchun bu erkak benzopiladan foydalanishiga to'g'ri keldi. Mana texnika, mana yangilik. Bu ishchi mexanik buqa yordamida dalada ishini bemalol bajaryapti. Tabiatda bo'yanganga o'xshash baliq bo'lishi mumkin deb kim ham o'ylardi? Velosiped bilan mashinani ishga tushirish bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu albatta g'ayrioddiy ko'rinadi. To'g'rimi do'stlar? To'g'onni portlatish inshootlarning vayron bo'lishining oldini olish va quyi oqimda suv toshqini xavfini kamaytirish uchun suvni boshqariladigan tarzda chiqarish uchun ishlatiladi. Bu haqiqiy sehr kabi ko'rinishi mumkin. Garchi bu hodisa fizika qonunlari bilan osongina tushuntiriladi va har kim o'z kamalagini yaratishi mumkin. Va nihoyat biz haqiqiy transformerlarni ko'rishimiz mumkin bo'lgan kelajak keldi. Siz butunlay shaffof dengiz jonzotlariga duch kelganmisiz? Tabiat bizni hayratda qoldirishdan to'xtamaydi. Ehtimol haqiqiy kelajak shahri mana shunday ko'rinishga ega bo'lsa kerak. Tabiat shunchalik hayratlanarliki, u yerda hatto oltin rangdagi haqiqiy qo'ng'iz ham bor. Qo'shma Shtatlardagi Halloween bu oddiy bayram emas, balki eng original bezatilgan uy uchun qo'shnilar o'rtasidagi haqiqiy raqobatdir. Bu jonzotlar shunchalik yoqimli ko'rinadiki, ularning haqiqiy ekanligiga odamning ishonishi biroz qiyinlashadi. Hayotdan zerikkan odam uchun shimoliy chiroqlar ostida chang'i uchishdan ko'ra yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Garchi bu qor bo'roni haydash uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, lekin u juda chiroyli ko'rinadi. Agar siz Osiyodagi fermalarda chorva mollari qanday cho'milishi haqida qiziqqan bo'lsangiz, unda mana sizga yorqin misol.
Flamingolarning butun jamoasini havoda ko'rish bu haqiqiy omad. Bu multfilmdan olingan kadrga o'xshaydi. Ehtimol bunday dvigatel bilan jihozlangan chanani boshqa hech qachon ko'rmaysiz. Ushbu sahna qahramonlarining ajoyib qobiliyatlariga qarang. Bir zumda yuzlab sovun pufakchalarini yaratishning ajoyib usuli. Bu daraxt ostidan kuchli oqim o'tayotganga o'xshaydi, chunki u suv tom ma'noda daraxtdan to'g'ri otilib chiqmoqda. Menimcha odamlar gavjum stadionda bo'lish va hamma bilan bir xil to'lqin uzunligida bo'lish haqiqatdan ham bebaho tuyg'udir. Tabiatdagi hamma narsaning eng kichik detallarigacha qanday o'ylanganligining ajoyib vizualizatsiyasi. Ushbu noodatiy skameyka nafaqat tashqi ko'rinishi bilan o'ziga jalb qiladi, balki juda amaliy, chunki u o'tirgan har bir kishining o'lchamiga mos keladi. Yo'lda bahaybat samolyotni har kuni ko'ravermaysiz. Xuddi shunday bo'lishi kerakdek xotirjam harakatlanyapti. Dengiz bakteriyalarini tomosha qilish haqiqiy sportdan kam emas. Agar vertolyotdan foydalansak, har qanday ishni yuzlab marta tezlashtirish mumkin. Endi esa ushbu ajoyib manzaraga qarang. Siz adashmadingiz. Bu haqiqatdan ham qizil rangli o'rgimchak turi. Bu juda qo'rqinchli ko'rinadi. Menimcha bu juda g'ayrioddiy do'stlik, chunki o'nlab kichik baliqlar bilan xotirjam suzadigan akulani birinchi marta ko'rishim. Ehtimol mana shunday lahzalar uchun ham akvalanglar shug'ullanishadi. Qish kelganda Michigan ko'li Chikago qirg'oqlarini butunlay muz bilan qoplaydi va bu ajoyib manzara. Bu poyezd shunchalik tezki, uni kuzatib borish qiyin. Vagonlardagi naqsh esa injiq animatsiya yaratadi.
Oppoq qor bilan qoplangan o'rmon qishki ertakdagi manzaraga o'xshaydi. Moviy olov gaz to'liq yonib ketganda, yoqilg'ida kislorod yetarli bo'lganda va deyarli kuyuk hosil bo'lmaganda paydo bo'ladi. Qiziq, qanday qilib u bunday nozik va uzun oyoqlarda harakat qilar ekan-a? Ba'zi qurtlar o'zlarining g'ayrioddiy ko'rinishlari bilan bizni hayratda qoldirishi mumkin. Bu baliqlar o'zlarining qarindoshlaridan ko'ra to'tiqushlar bilan ko'proq o'xshashlikka o'xshaydi. Menimcha bu joy har bir sayohatchiga tashrif buyurishi kerak bo'lgan manzara. Qiziq, qanday qilib u bunday katta muzliklar o'rtasida harakatlana olar ekan-a? Qishki o'rmonning tasvirga olingan ushbu kadrlari shunchaki hayratlanarli. Bu joyning ko'lami shunchaki hayratlanarli. Bu daraxtlar dahshatli filmlar uchun maxsus yaratilganga o'xshaydi. Do'stlar, bugungi ajoyib videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa do'stona like tugmachasini bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Aytgancha, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.